ajoyib dengizlarni ko'rdim. Uning ichidagi balıqlarga havasim keldi. Mazza qilib qayiqlarga tushdik. Kuchimiz yetgancha toat ibodatini qilyapmiz. Firmani xizmatlari qalay bo'lyapti? Allohga shukr, firmani xizmatlari rosa zo'r. Hamma yo'q. Uyimizdan ham yaxshi ovqatlanyapmiz. Ovqatlariga ham gap yo'q. Choylari achchiq, mazza qilib ichasiz. Firmamizga ham rahmat. Shu sizni bizda olib yurgan Ahadxon Ellikboshimizga ham rahmat. Tanijonlari sog' bo'lsin. Ota-onasini orzu havasini ko'rsin, bolalarini xotinini ko'rsin. Mazza qilib aylanib yuribmiz. Rahmat, sog' bo'ling. O'tirishdi. Hozirdalar qalay bo'lyapti endi? Yaxshi, rahmat. Ko'ngil to'lyaptimi? Ko'ngil to'ldi. Dengizlar qirg'og'ida mana dam olib o'tiribmiz. Alloh ibodatga olsin. Qabul bo'lsin. Amin, amin. Firmani xizmatlarida kamchiliklar, Kamchilik yo'q. Bundan ortig'i bo'lmaydi ham. Alloh rozi bo'lsin. To'g'rimi? Shunchalik yaxshi. Mana hammalari. Hozirda nima gaplar? Sizni ham ukajonim. Salomat bo'ling. Maza qildik. Alloh To'g'ri rozi bo'lsin. safarimiz qariyapti, salomon uyga borib olsak. Yana qayta nasib bo'ladi. Alloh taoloning va'dasi bor. Agar shukr qilsalaring, ziyodasi bilan beraman degan-a. Inshaalloh mana shukr qiluvchi bandalardan bo'lsa. Ha, Abdulla nima deysiz? Sog' bo'lsin. Nimaga gap yo'q. Qumtepa ahliga nima deysiz? Qumtepaga. Ahliga Kelinglar deymi? tansanli xotirjamlik bersin. Ha. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu yerlarga hammani qayta kelishda Alloh nasib qilsin. Mahalladoshlarga aytamiz, bemalol kuchak qilavergan, ishini qo'yinglar. Maza ekan. Mana hamma yo'q joyida. Hozir ovqat kamchiligi yo'q. Salomat bo'ling. Omadlarini bersin. Ishlarga rivoj. Alloh Yaxshi kunlar bo'lishini nasib qilsin. Rahmat sizlarga, hammalaringga rahmat. Xo'p, xojonalar qalay bo'lyapti endi ziyoratlar bag'i? Yaxshi. Ko'ngil to'lyaptimi? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Biz tomondan, firmamiz tomondan kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, hammasi a'lo. Allohdan Juda ham havas qilyapmiz sizni. Safar keladi desak, biz yuksak travel tavsiya qilamiz. Ko'rsatilgan sharoitda. Xudo xohlasa. Boshimizda umuman ko'nglimiz to'q. Hamma yo'qda aylantiryapsiz mana. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Qolgan Sog' islomiy bo'lsin. tarixiy ma'lumotlarni ham ko'rdik. Hamma ziyoratgohlarga bordik. Ko'rsatilayotgan sharoitlar a'lo darajada. Oziq-ovqatlar ham hamma yo'q joyida. Yotoqlar ham, sayohatlar ham, mingta Haramga borilgan avtobuslar 24 soat. Madina Munavvarada qalay bo'ldi taassurot? Madina Munavvara. Madina Munavvarada taassurotlar Makkadan ham ziyoda. Ya'ni Makkani haybati, Madinani sakinati, sokinligi, aytdim Muhammad sallallohu alayhi vasallam ravzalariga kirgandagi taassurotni butun umrlik nimaga almashmaymiz xullas. Madina. Gashti boshqa, o'rni boshqa. Yana kegimiz kelib ketyapti, qogimiz ham kelib ketyapti. Ilohim oxirgi sib qo'ymasin, ha? Nevaralarimiz, bolalarimiz sizga o'xshasin, rosa havas qildik. Amin, amin. A'lo darajada ta'riflashga tilimiz yo'q. Amin, amin. Ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin, Ahadxon. Feruzaxon, Azamxonlarda ham tanjonlari sog' bo'lsin. Hamisha to'g'rilaringda duolarni qilib o'tirishlikni nasib ro'za aylasin. Robixon ammamiz ham tanjonlari sog' bo'lsin. Nevara, chevara, evaralarni ham tanjonlari sog' bo'lib, ko'p yashashlik o'zi Alloh nasib ro'za aylasin. Sizga ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Qo'shganingizdan qo'sha qarib, ota-onalaringiz to'rlaringizda o'tirib duolar qilishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Mana ham ziyorat, ham sayohatlarda yuribmiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana hamma joylarni tanishtirib yuribsiz. Biz mana mazza qilib, tomosha qilib yuribmiz. Rahmat. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rahmatga ya arhamar rohimin. Arhamar rohimin hammalarimiz o'zing bahramatliga Hajonga yordam berib, Ilhonjonga ham katta rahmat. Allohim egizli farzandlar bersin. Biz boqishgani boraylik, qarashgani boraylik. Ko'payib ketsin ilohim hammasi. Alloh. Salomat bo'linglar. Salomat.